Ortiqcha idishlarni yo'q qilmasdan, idish tovoq yuvmasdan, bor yo'g'i bittagina skоворodkani o'zida shohona pirog tayyorlaymiz. Atigi 10 daqiqada. Buni sochniligi, buni mayinligiga gap bo'lishi mumkin emas. Ichlari bilan to'liq pishadi, tagiga olib ketmaydi. Videoni o'tkazib yubormaylik. Demak, barcha mahsulotlarimizni ketma-ketlikda tovani o'ziga solib, tovada aralashtiramiz. 2 dona tuxum, bitta kichkina stakanda shakar, ozginagina vanilin, o'sha stakanimizda yarim stakan yog' va 1 stakan sut, 2 osh qoshiq mazali kakao va o'sha stakanimizda 1 stakan un, 1 choy qoshiq razrixli. Barcha mahsulotlarimizni chaqqongina venchikimizda yaxshilab aralashtirib olamiz. Aytgancha, tagiga olmaydigan qozoncha, skоворodka va turli xildagi bitovoy texnika, idish tovoq, oshxona uchun anjomlarni Albino o'z profilidan xarid qilsanglar bo'ladi. Demak, tayyor bo'lgan massamizni gazimizni eng past olovga qo'yamiz va qopqog'ini yopib 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Ustiga qo'yish uchun esa men glazur tayyorlab oldim. Sut, shakar, kakao va kraxmalni quyuq bo'lgunigacha aralashtiramiz. Ozgina sariyog' qo'shamiz. Glazurimiz tayyor. Siz xohishga ko'ra shunchaki shokoladni eritib qo'ysanglar ham bo'ladi. Menda taxminan 10-12 daqiqada pirogim tayyor bo'ldi. Ichlari bilan to'liq pishadi. O'rta darajada yumshoq bo'ladi. Vilkada hamma yog'larni teshib olamiz va qaynoqligida glazurimizni qo'yamiz. Birozgina sovutib dasturxonga tortamiz. Ishoninglar, bu hayotingizda tayyorlagan eng oson va eng mazali shokoladli pirog bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Eng muhimi, tagiga umuman olmaydi, o'rtalari bilan to'liq pishadi. Yumshoqligini yo'q gapirmasa ham bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, menga podpiska bo'lib qo'ying. Kanalimda bundan da foydali ma'lumotlar bor.